Yo'qmi? Sator ekan yo'q. Aha. Qanajiyan? Yajat. Zagonimi? Yo'layapmi? Bilibdimi? Nima gap? Jiyan jonim, buni uydagilar bilan men bachchaligimdan Sulton akam Sattor akaman otam. O'sha adam qo'ylari yo'q. Qo'ylari ham bor, hammasi joyiga. Gap o'zimizdagi, yana polni ko'chadagilar hammasi yamonlayapti o'ylan. O'psin qo'shildik. Mana buncha nima, buncha pullar moshila qayerdan jiyan? Sir bermasada tangdan biror nima qolib ketdimi yo'q? Men sizga lakatsa tashladim. Kechasi ikkalaringizdan bo'ringlar, hammasini tushuntiraman. Qayerdan nima gap? Qaymi? Aniq ana shermi? Ana orqamizdagi. Logika ekan. Sen garangmi? Logoped yozilgan. Yur kiramiz. Assalomu alaykum. Welcome to US Logistic. Yaxshimiz. Meni maksim shu uborka polmali. Mardiko. Che, bera keling. Nima ish qilyapsiz o'zi? Claim degani trak avariya qilgan bu kishi o'sha problema O'zbekistondan turib Amerikan problemasini yechyaptilar. Qaysi shtat bilan ishlayapsiz? Kaliforniya bu ammangu emas. Bu Amerika bu. Biz mana bu US Logistic kompaniyasi O'zbekistondan turib Amerikadagi trak firmalarni, trak shofirlarini yo'l ko'rsatamiz. Ularga xizmat ko'rsatamiz. Tushundingizmi? Ana shu ketdan pul topaman. Mana har kun g'iybat qilasan ikkaling. Yo'q, qayin. Zakonni. Biz ham shunaqa logistika bo'yicha ishlamoqchi bo'lsak, ko'p pul topamizmi shunday qilib, ha? Конечно. Nima qilishimiz kerak? Ammo yo'l oddiy US Logistic akademiyasining o'quv kurslariga yozilishlaringiz kerak bo'ladi. 4 hafta nazariy bilim olgandan keyin 2 hafta mana shu jarayonda ishni o'rganasizlar. Bizning birinchi bitiruvchilarimiz o'qish tugatib, o'zimiz bilan ishlab pul topibdi. Yangi guruh esa keyingi haftadan o'qishni boshladi. Shuning uchun shoshilib, pastdagi nomerga telefon qilib o'qishga yozilish